Sonix'da Jahon chempionati kubokni kim oladi? Sonix jamoasining 20 ta a'zosi ushbu kubok uchun kurashadi. Jamoalar esa 5 ga bo'linadi. Bu shart emas, lekin jamoalar 5 ga bo'linadi. Ushbu komandalar Braziliya, Fransiya, O'zbekiston va Portugaliya hamda Argentina jamoalarini tanlashadi. Ana endi ko'ramiz, kim qaysi formada o'ynaydi. Let's go. Jamoa sardorlari, kelinglar. Xo'p, endi bu yerda o'zingizga sborni tanlashinglar kerak. Stop! Stop! To'xtanglar, men hozir Toshkent bilan gaplashdim. Nima dedi? Yuqoridan buyruq keldi. Bu yerda hamma o'zining sbornisini peshona teri bilan yutib oladi. Marhamat. Mana shu chizuvdan o'zingizlarning sbornilarni bittalab poylaysiz. Bo'l. Bittadaman, Portugaliya. Bunaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi. Endi Dondozika o'ynaladi. Ketdi, davay. Paris aka yoshga o'tdi, shuning uchun men tepa. Dondoziki. Dondoziki. Birini tepishga. Ketdi, davay. Aka sizning hurmatingiz bor. Yoshingiz katta, men tepaman. Qaytib qiling aka yutasiz. Luboy qilayman, yutqizatmam. Dondoziki. 3-tepishga ketdi. 3 5 5-chi. Yaxshi, 3 4 5. Ay, ketdi. Uzr, men tepyapman, mabodo qilishib ketib qolsin. Urasiz ishlangan. Aytdim-ku men sizlarga. Birinchi shart 10 metrdan jonglyor qilib havoda uchirish. Wow! Bir bal. Keyingisi ketdi, davay. Wow! Kim pijon dedi hozir? Ketdi videoga. Nima ahvol bo'ldi? Pijonlikning ahvoli mana shunaqa bo'ladi. Lekin hozir agar o'zi tushira olmasa, ustidan mag'zava itaramiz. Ag'daramiz. Mag'zava itaraveramiz. Nima desa bo'ladi. Endi hali ham shans bor. Yes! Ketdi. Shohruza hozir qilgan qo'polligi biza rozimiz. G'irromligiga rozimiz. Bo'ldi. Braziliyada bir bal. Argentina jamoasi ketdi. Nima kommentlar? Suyilon raqsi mana ketdi. Men o'yladim, Asilbek Avonulloh keldi deb. O'zbekim go'zallari. Argentina ikkinchisi ketdi. To'g'risini aytinglar. Argentinada Higuainga o'xshaydimi yo'qmi? Yozib ketinglar o'zingizlar. Orada men bitta orqaga qaytib ketmoqchiman. Ketdi.
Argentina 0 ball. Nima urdi, qilib qo'ydi u bilan. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz. Ketdi. Qanaqa edi boya? Boya qanaqa edi? Boya qanaqa edi? Mag'zava qani mag'zava? O'zlaringdan ketmalaring, ukalarim. Men povutni beringlar. Bitta to'g'an galistu, malistu qilasan. Ketdi. O'zbekiston 0 ball. Ketdi. Oson ko'rinadi-yu. Ne unaqa? Ne unaqa? Joyni kesib olamizmi qaytadan? Yo'q, kesamiz, faqat kiyinsa. Keyinsa. Kesmaymiz. Pullargami normal. Fransiyada 0 ball. Ushbu videoyimizga yaqindan yordam bergan Dinamo savdo majmuasiga kattakon rahmat. Videoda forma, hattoki butsi, elementar kubiklargacha shu yerdan xarid qildik. Dinamoda katta bolalarning o'yinchoqlari bor ekan. Dinamo sport majmuasiga kelinglar va Sonix promo kodi bilan har bir olgan mahsulotingizga chegirma qilib berishadi. Ikkinchi shart: ustunni poylasa 1 ball, to'sinni poylasa 2 ball, burchakni poylasa 3 ball. Ketdik. Portugaliya jamoasi ketdi. Ketdi Burxon aka. 2 ball. Ketdi 0. Yo'q. Yo'q. Ikkinchi shartda Portugaliya 2 ball oldi. Общий balli 4 bo'ldi. Yaxshi Amir. 2 ball. Yo'q. Hayba, давай. Yo'q. Braziliya 2 ball yutib oldi. Общий balli 3 bo'ldi. Go. Vo'chi! Argentinada 2 ball, общий ham 2 ball. O'zbekiston 1 ballni qo'lga kiritdi, общийda ham 1 ball. Fransiya oxirgi jamoa ketdi. Fransiyada 0 ball, общийda ham 0 ball.
Bitta kasanada gol urish, havoda 1 ball, cheresiba yoki qaychi uslubida ursa 3 ball. Ketdik. Jamoada 1 kishi podacha qiladi, 3 ta papitka bo'ladi. Ketdik. Ketdi Portugaliya. Uchinchi shart tugadi. Uchinchi shartda Portugaliya bitta ham ball olmasdan, общий 4 ball bilan gruppamizda nechinchi o'rin olganini kuzatamiz. Ketdi. Braziliya 3-shartda 0 ball oldi, общий balli 3 ball. Ketdi. Uchinchi shartda Argentina 1 ball oldi, общий balli 3 bo'ldi. Ketdi. Kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustida mamlakatga o'tib kelib turib, O'zbekiston 34 yil kutdik, lekin 1 ochko bilan uyga. Endi Fransiyaning oxirgi shansi 0 ball bilan hozir Portugaliyada 4, Braziliyada 3, Argentinada 3, Fransiyada 0. Bu hozir biz risk qilamiz qaychi tepishga, balki shu riskimiz bizdan olib chiqib ketar. Ketdik. Давай. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white tree on my body. Uch ochko. Fransiya jamoasi umuman ochkolarni olmasdan 3-turda 3 ochko qo'lga kiritdi. Endi Argentina Braziliya bilan kuch sinashadi. Janob Infantino, biz nima qilaylik? Uyingga bor! Hayır! Hammaga omad. Keyingi bosqichga 3 ta jamoa chiqish kerak edi, lekin 4 ta jamoa chiqdi. Sababi 3 ta jamoaning ochkolari bir xil bo'ldi. Ana endi finalga 2 ta jamoa chiqadi. Shartlarni boshqachasini beramiz. Ketdik. To'rtinchi shart, mini futbol 3 minut o'ynaladi. Birinchi 30 sekundda gol urilsa 2 taga hisoblanadi va oxirgi 30 sekundda gol urilsa 2 taga hisoblanadi. Ana endi ketdik. 1 bilan 3 o'ynaydi. Ketdi, davay. Don sik. Bu to'r. To'r bu, to'r. O'ynaydi. To'r 2 bilan. Ha. 1. Hozir kim 2 ni olsa, Shohruz bilan tushadi. Ketdi, davay. Voy biz 2 2. Biz Argentina bilan o'ynaymiz. Yo'q. Davay. Fransiya Argentina polfinal. Dunduzga o'ynab olinglar. Koptoga. Birgachami? Voy bilay, koptuzlarniki. Ururinglar bitta bo'lsa ham.
Нормальный. Koptu Zofa'da. Zofa aldı. Bu. Tugadi bo'ldi. Argentina jamoasi finalga chiqdi. Jahon chempionati kubogini yutib olishga. Oxiri ham boshlayapsan. Aybi, to'g'ri. Играй! Toze! Время! Penalty! Yes! Можно! Avaratar ukam qaytar! Voy bilan! Qaravar! Jamoa. Finalga Argentina hamda Braziliya chiqdi. 5-shart. Endi kim Jahon kubogini yutib oladi? Kim? Bas. Bo'ldi, ketdi 5-shartga. 5-finalni shart. Kubok kim yutib oladi? Xullas akalar, shu koptuni atrofida 8 marta aylanib, zontikni varata bilan yopib, koptuni tepib gol urish. Qani ketdik. Ketdi. 1 2 3 4 5 davada 6 yana 7 oxirgisi. Yana bitti. 8 ketdi. Ketdi. 8 bo'ldi. Ketdi. Oxirgisi da. Ha. Ketdi. Ketdi. 8 ketdi. Bo'ldi. Minus. Hisoblanmaydi. Ketdi. 8 ketdi. Xafa bo'lma qalbim. Men senga olib beraman shuni. Faqat sal keyinroq. Hozirchi mana olib turamiz. Ketdi.
8 ketdi. Men ushaman. Boshla. 8 ketdi. Har doim aytaman o'zingni bas. Unaqa qilma. Ketdi. 8 ketdi. O'sha tur. Jahon chempionati finali qizg'in o'tyapti. 90-minut ham nechiya? Qo'shimcha daqiqalar nechiya? Penaltilar ham nechiya? Xullaschi, vabanka ketdi. Endi komanda tepishamiz. Ketdik. Bitta vaqt o'zida jamoa baravar tepada. Kim ko'p gol urish, o'sha jahon kubogini yutib ketadi. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Ketdi. To'rttada 3ta. Argentina jamoasi endi nima qilar ekan? Qani to'rttada nechta urar ekan? Jahon kubogi kimga ketadi? Baratarlar, tayyormisizlar? Ketdi. Tayyormisizlar? Ketdi. Ikkita. Tayyormisizlar? Ketdi. Argentina jamoasini chempionlik bilan tabriklab, mana ikkita AK-45 suvini. Undan tashqari Kalla prosta joy yo'q deylar. Jahon kubogini Argentina jamoasiga topshiramiz. Chempionlar. Chempion bo'ldingiz. Tabriklaymiz hammalarni. Mana, qaytar! Oltini to'z, to'xta, tanidi. O'rtoqlar, challengeimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, shu videoga 5000 ta like bossanglar, ikkinchi qismi chiqadi. Ya'ni bundan ham katta challenge qilishga va'da beramiz. Tayyormisizlar?